Assalomu alaykum Hazar asxoblar. Sizlar ko'pchiligimiz bozorda, ko'pchiligimiz Rossiyada, ko'pchiligimiz ish bilan chet mamlakatlarda bo'ladi. Bolasi ota-onasi yoki mama buvasi ham qoladi. Shuningdek maktab bo'lishini xohlaysizlar, bola azondan ketib to kechgacha shu yerda maktabda darsligini tayyorlab, o'quv jarayoni shu yerda mukammal ado etishini xohlaysizlar. Shunday maktab bor, sizlarga shuni tavsiya etamiz. To'g'rimi ekan? Sizlarga shunday maktab taklif etchakman. Bu maktab maqtash shart emas. Bu maktabni tumanimizda, balki viloyatimizda juda yaxshi bilishadi. Bu maktab viloyat, respublika va xalqaro olimpiya g'oliblari yetishib chiqqan. Bugun Tolkom FM maktab bitiruvchilarining shahodatnoma berish marosimi bo'lib turibdi. Ukalarimizni o'qishlarini girishlarini omadlar tilab qolamiz. Gapni qisqasi, o'quvchilarni olimpiadaga tayyorlash, sertifikat olib berish va o'qishga kiritish va o'quvchilarning soni bo'yicha nomer 1 bo'ladi. Bu maktabning zamonaviy o'quvxonasi deysizmi, yotoqxona deysizmi, eng qulay farzandingizga bepul avtobus deysizmi? Oshxonasini gaplab o'tirish shart emas. Yerning asoschisi Tolqin og'amiz ta'lim ichida yurgan odam hisoblanadi. Ta'limni yaxshi tushunadi. Yildan yilga bolalar soni ko'payib, bu yil 2000 nafarga yetkazish rekord qo'ymoqchi bo'lib turibdi. Shu og'amizni ishlarini omad tilimiz. Maktabi shunning gullab yashnasin deymiz. Asa hammangizni shu ilm dargohida kutamiz. Bemalol garaverasizlar. Menejerlarimizni shart-sharoitlarni ko'rsatib, hamma savollaringizga javob beradilar. Uzoq yurtda yurgan, musofirda yurgan birodarlarimiz esa mana shu telefonlar raqamlariga telefon urib bemalol bog'lanaverasizlar.